Assalomu alaykum agrotepis olam a'zolari, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Video qayta chiqarilyapti. Videoda ba'zi bir obunachilar eski video bu, eski videoni nimaga chiqardingiz, boshqa bo'ldingiz deb kommentariy yozishyapti. Hech qanaqa eski video emas. Bugun haftaning payshanba kuni. Hech qanaqa bu video eski video emas. Bugun 6-mart hisoblanadi. Mana limonning oldida turibman. Mana boshimning ustigacha hosili bor mana. Bitta narsa sizlarga tushunmayman aziz obunachilar, o'sha negativ bo'ladigan yoki boshqa gapiradigan aziz obunachilar. Men bu yerda hech qanaqa daromad olmasam, yoki sizlardan pul olmasam, ma'lumotni beryapman. Ma'lumotni ko'rib boshqa narsa bilan nima ishlaringiz bor tushunmadim men. Hosili bormi, yo'qmi, buni nima qizig'i bor? Bu yerda ma'lumot aytilyapti, ma'lumotni ko'rish kerak boshqasi bilan. Menimcha chunki orqadagi fon hech narsani o'zgartirmaydi. Asosiy bu yerda ma'lumot. Orqadagi fon prosta videoni yaxshi chiqish uchun bu narsa qilinadi. Mana boshqalarda, masalan uchun terib olingan, mana boshqasida terib olingan. Shunda bor. Bu hech qanaqa yomon holat emas. Даже ko'chatlarda ham hosil bor. Даже ko'chatlarda ham hosil bor. Mana narsani isbotlab berib olaman. Mana isbot. Bitta ko'chatning o'zida 4 ta hosili bor. Mana isbot. Mana hosil. Mana yopishtirib qo'yilmagan mana. Mana turibdi mana. Yopishtirib qo'yilmagan. Mana. Videoga isbot kerak emas edi, lekin prosta shu narsani o'rtada ishonchsizlik bo'lmasin deb videoni chiqaryapman. Mana aziz obunachilar, ishlaringiz davomida, dehqonchiliklaringiz baraka bersin. Biz sizlarning xizmatlaringizda bo'lamiz. Agrotepis olam doim xizmatingizda. Mana videoda mana ko'rsatilyapti. Mana hosilni yoniga keltirib ko'rsatyapman. Mana ushlab ham ko'rsataman. Eski video emas.